Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayed, korrektor Abduvali Sayed, bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. 1. Oila muhiti. Muhit omili fitratga bevosita ta'sir olib kelguvchi omillardan hisoblanadi. Bo'libmi, oila muhiti insonning xarakter yetildirishi va sog'lom psixik yetildirishida muhim rol o'ynaydi. Qadimkilar aytgandek, inson muhitning samarasidir. Oila muhitining qanchalik sog'lom ilgirilishi kishilik xarakter, psixikalik holat va aqliy safaning qaysi darajada sog'lom yetilishi va taraqqiy qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Sahih hadisda kelgan sog'lom fitrat bilan tug'ilgan buvaqning ota-ona ta'sirida farqli din ahliga aylanib cho'ng bo'lganligi haqidagi mazmunlarda mushu xil nuqta ishorat qiladi. Nachar oila muhiti kishida Xudo haqida sog'lom tasavvur va to'g'ri tunish bo'lmasligiga ta'sir ko'rsatadi. Bo'libmi, oila muhiti kishining farqli diniy tavalliklar orasida o'sib yetilishida ajallik ta'sirchanlikqa ega. Ana shuningdek, kishining dindor tabiatdan va yoki Xudoni tunishdagi sog'lom insoniy tabiatdan chatnashdimi, oila muhitining ta'siri intayin cho'nqur. Bugungi davrda atizmlik hodisasi bir ilmiy mavqe bo'lolmaslik hamda ilmiy mavqe sifatida e'tiborga olinmaslik holatidan tuvallab, psixologlarning tadqiq qilish va davolash obyektiga aylanib qolmoqda. Bu xususda mashhur psixologiya olimi Paul Weidizning Atizm psixologiyasi nomli asari jonliq o'rnak bo'lib, asarda yaqinqi asr tarixida atizmlik dunyo qarashining umumlashishida zo'r ta'sirga ega mashhurlarning oila muhitidagi hamda ularning balaliq dunyosidagi kelisholmaslik va har xil fojialarning angliq va yoki angsiz shaklda ularning keyingi turmushida atizmlik dunyo qarashga moyil bo'lishiga qandaq muhit hozirlab berganligi hamda ularda Xudoga nisbatan isyonkor pozitsiya shakllanishida qandaq rollarni o'ynaganligi va buningga turtki bo'lgan omillarning nimalar ekanligi psixik nuqtasidan ko'zlanib tahlil qilingan. U bir psixologiya olimi bo'lish sifatida elib borgan tadqiqot va analizlar orqali atizmning nachar oila muhit ta'sirida o'zlashishning tezligi, bu xil hodisaning shaxsdagi o'zlik va ruhiy taraqqiyotga zo'r darajada ta'sir ko'rsatganligi muayyanlashtirilib, atizmlikning ma'lum ma'nodan aytganda psixikalik masala ekanligi ilgari surilgan. Yig'ib aytganda, fitratning o'z rolini joriy qildira olmaslik holatga kelishiga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim omilning oila muhiti ekanligi umuman bu sohadagi olimlar aro qarash birligi hosil qilgan masaladir. 2. Ma'arif tarbiyasi. Bilish va ma'rifatlanish orqali fitrat haqiqatlarining aqliy va ilmiy yuksaklikka ko'tarilganligi o'z navbatida bilim ma'rifat asosida shay'larga qarata ishonch va bilib yetgan narsalarga qarata e'tiqod shakllanganligi bir amaliyot. Fitratga zid ideologiya asosiga ega ma'arifning keng umumlashishimi fitratning tabiiy xarakteriga ta'sir ko'rsatadigan omillardandir. Yana kelib, bu bir qancha asr mobaynida ma'arifni dindan xolilashtirish, faqat fan bilimlari sohasini ilm deb qarash hodisasi yer sharilishish xarakterini oldi. Buningga ergishib, sog'lom fitratni quvvatlaydigan ma'arif sistemasining umumlashmasligi, aksicha materialistik dunyo qarash yetildirish maqsad qilingan ma'arif sistemasining keng umumlashishi avlodlardagi fitrat quvvatining xiralashishini, uning saf holatidagi harakat kuchining aktivsiz holatga o'tishini tezlashtirdi. Navbatda atizmning kishilik va jamiyat hayotida paydo qilayotgan salbiy ofatlarni yillab boshdan kechirish, tajriba qilib yashash natijasida turib olgan ochiq saboqlarga duch kelgan bugungi ilg'or jamiyatlar yangidan fitrat chaqirig'iga ovoz qo'shish, suzuk tabiatga qaytish kerakligini to'lib yetmoqda. Bugungi kunda g'arbda yoki sharqda bo'lsin, dinshunoslar, axloqshunoslar va psixologlar bo'lib, har soha ilmiy mutaxassislar aqliy va ilmiy dalillar yordamida Xudoni tunish va fitratga qaytish chaqirig'i ilib beryotdi. Gerçi o'tirda aqliy va ilmiy jihatdan atizmchilarning tegi mohiyatini echib tashlash keng qanot yeyotgan bir holat hukm surayotgan bo'lsa-mu, xudosizlashtirishni asosiy nishon qilgan bir qism mustabid hokimiyatlar yanada ma'arifning inson tarbiyalash, kishilik xarakter va dunyo qarash qurib chiqish jihatlarida kuchlik vosita bo'lganligidan foydalanib, dinsizlik va xudosizlikni keng umumlashtirish harakati qo'zg'ab kelmoqda. 3. Nuqul moddaga cho'qinish. İnsan nuqul moddiy qonuniyatga beqing'uchi emas. U tan va ruhdan iborat farqli ikki gavdaning birikmasi. Har ikki gavdaning sog'lomligi uchun ehtiyojlarning o'z o'rnidan qamdilishi zarur. İnsanning jismoniy va fizikalik qurilmasining moddiy olamning bir juz'isi bo'lishi, uning moddiy olamga bog'lanib, uning ta'siriga uchrab turishini ta'minlagandir.
Uning ikkinchi gavdasining ruhiy bo'lishi bo'lsa, uning moddiylikdan halqagan bir tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shunga insondagi ong va uningdagi erkin iroda qatorliq holatlar mazkur ruhning amaliy ifodalari hisoblanadi. Ma'lumki, bugungi davr moddiy taraqqiyot yuqori pallaga yetgan, moddiy turmush saviyasi tarixdagidan farqli yuqori ko'tarilgan bir davr. Moddiy taraqqiyotning qaltis va jazbador holati kishilarni o'ziga tortishiga ergishib, barbara shay'larga bo'lgan qimmat qarashdimi moddiy o'lchamni asos qilish umumlashib bordi. Qimmat qarashning moddiy qiyofati tabiiyla insonlarning ma'naviy dunyosidan taxmin yotilishini tezlashtirdi. Ulardagi kishilik hayot qarashi, baxt saodat tushunchasi va ma'naviy ehtiyojiga bo'lgan maydondami o'zgarishlar, farqli dunyo qarashlar o'ttirg'a chiqdi. Bo'libmi, buning ichida muhitning, ma'arifning, yashayotgan turmush ehtiyojlarining moddiylik bilan giralishishi, hayotning xushorligini qo'lga keltirishda moddiy qaynamga g'arq bo'lib ketishi, kishilik ongning moddiylik ko'nishi, uningga beqinish nisbatini zo'raytirdi. Bu xil nuqul moddiy to'yinish tabiiy ravishda inson fitratida belgili tangpongsizlikni keltirib chiqaradigan bo'lib, chekdan oshgan moddiy farog'at va ehtiyojdan halqagan moddiy to'yinishlar bir turlik modda parastlikni maydoniga keltirdi. Fitrat nuri o'chgan vujudlarda aql emas, havoyi havas hukm surdi. Nuqul moddiylik tutqun bo'lish va uning asiriga aylanish birda ma'naviy ehtiyojdan butunlay ayrilib qolishdek fojiani tug'dirsa, birda ma'naviy ehtiyojni xato yo'sinda to'yindirishdak oshqo'llikqa ilib boradi. Tarixdagi shakli o'zgargan dinlarning ko'plab maydoniga kelishi, aslidagi bir dinning bir qancha diniga bo'linib ketishi va yoki bir dinning zamonma-zamon har xil o'zgartishlarga duch kelishi, bo'libmi dinlardagi Xudoni cho'qim bir moddiy simvolga bog'lashga urinish hodislari ana shu fitrat tangpongsizligining va moddiy oshqo'llikning ro'shan ifodasi bo'lib kelgan edi. Darvaqa, moddaga butunlay taslim bo'lish, chanqagan ma'naviy bo'shliqni chekdan oshgan materializmlik ideyalar orqali to'ldirmoqchi bo'lish, qisqasi, butun surik insoniy tabiatni moddiylikning chakri qilib tashlash, oqibat xudosizlashishdek ma'naviy vaboning paydo bo'lish uchun yer hozirlagan edi. Kunimizda moddiy taraqqiyot avjiga ko'tarilgan allar va buningga har jihatdan taqlidiy asosda ilgirlashni ko'zlayotgan jamiyatlarda moddiylik shunchalik chekdan oshdiki, uning turtkisida shay'larga nuqul moddiy ko'z bilan qarash, shay'lar qimmatiga nuqul moddiy o'lcham qo'llanish, shundaqla moddiy xususiyati bo'lmagan mavjudiyatning bo'lishini aqlga ravo ko'rmaslik, faqatla sezgular va yoki moddiy tasavvuri anqirib yetishdan va uningga shakli tus berishdan ojiz kelganlik uchunla rad qilish va mutlaq inkor qilish pozitsiyasi tutish hodisasi umumlashga qarab ilgirlamoqda. Mana bularning hammasi materializmlik dunyo qarashning insonning ong tasavvurini o'ziga ram qilib olishi, ta'siri yoki kontroli ostiga elib olishi qatorliqlar bilan munosabatli bo'lib, bu nuqtadan chekdan oshgan moddiylikqa biqinish istikining kuchayishimi insonning fitrat tabiatiga va ong tasavvuri faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omillardandir. 4. Taqlidchilik va chekdan oshgan mabdullik. Bu yerdagi taqlidchilikdan maqsad kishilik xarakterining ojizligidan va mustaqil tafakkur iqtidoridan mahrum bo'lishdan va yoki aqliy tafakkurga bo'lgan g'ururlikdan kelib chiqadigan salbiy ofatlarni ko'rsatadi. O'z aqlini birovning aqliga ko'ra ishiltish va yoki o'z aqlini birovning aqliga tamom topshirib o'tishni bir turlik ruhiy taslimchilik, xarakter qulluqi deyishga bo'ladi. Chunki bu xil ahvol kishini odamiylik jihatlarida o'ziga xos bo'lgan tabiiy xarakterdan ayirib tashlash bilan birga fitrat talablarining ojizlashishini, tayanchsiz va yetim qilishini, insondagi fitrat yer olgan erkin iroda yo'li asosida xizmat qilguvchi tabiiy yetaklash kuchining bekor bo'lib ketishini keltirib chiqaradi. Mana bu xil kashilar ayni davr ko'p xudolik dinlarida ro'shan gavdlangan. Masalan, Qur'on Karim bu xil taslimchilikni arq ko'rinish qilgan taqlidchilik xohishini kuchlik ayblagan edi. Qur'on Karim bu vaqtda bunday deydi: har qachon mushriklarga Alloh nazil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, ular yo'q, ota-bovlarimizdan qolgan narsaga ergashimiz deyishidi. Ota-bovlari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana shularga ergashamdi. Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi, xuddi ma'nosini tushunmay tavushini va nidonini anglaydigan chaharpaylarni chaqirgan odamga o'xshaydi. Kafirlar ba'ayni gastor, gachudur, ko'rdir. Shunga ular tushunmaydi. Baqara surasi 170 va 171 oyatlar. Darvaqa
insonda uning anglagan yoki bilganlarining to'g'ri yoki xato ekanligi ustida o'ylanishi, aniqlashi va to'g'rini ko'rib yetishi hamda to'g'ri bo'lganini tasdiqlash uchun vazifalangan sezgur a'zolar, aql va qalb qatorliqlar bor. Shundaq turib, uning taqlid yo'lini tanlab, o'zining asli fitratidan yodlashishi go'yo uning tilsiz va aqlsiz jonliqlardan farqi yo'qligini tan olganligidek bir vaziyatni o'ttirg'a chiqaradi. Bundan boshqa aqliy tafakkurdagi tezlik, ruhiy jihatdagi ochliq qatorliq omillarmi taqlidchilikning o'ng'ayli singib kirishini tezlashtirib etadi. Bu yerda taqlidchilikka tangdosh va uning bilan yonma-yon turish orqali fitratning kuchini ojiz o'rniga tushirib qo'ydigan yana bir omil bor. U bo'lsa-mu chekdan oshgan mabdullikdir. Chekdan oshgan mabdullik qarag'ularcha taqliddan paydo bo'ladigan benormal holatdir. Shunga chekdan oshgan mabdullik ma'lum jihatdan cho'qinish tusi ilishdan saqlana olgan, taqlid bilan o'xshash sap tutmay qolgan emas. Mohiyatdan qaragan vaqtimi chekdan oshgan mabdullik va qarag'ularcha taqlidchilik bir shay'ining ikki yuziga o'xshab ketadi. Davrimizda dinsizlik safsatasi ojiz o'rniga tushib qolgan bo'lishiga qaramay, buning o'tgan asrning dastlabki vaqtlaridagi ko'lamlashish holatini asliga keltirish, hatto buni jamiyatga keng bozor topqizish uchun har turli moddiy va ma'naviy tashviqot usullari ijod qilinishdan to'xtagani yo'q. Bu xil qanot yaydirish urinishi bir turkum radikal kuchlar tarafidan asabiy ideologiya holatiga kirgan bo'lib, bu xil harakatlar Osiyo qit'asidagi bir qism hokimiyat kuchlarining siyosiy manfaatining foydasi uchun xizmat qilib bermoqda. Bo'libmi atizm ideyasidagi nopozliq ilm-fan olimlarining materialistik qarashlari, shundaqla falsafaviy yoki adabiy jihatdan yuqori nopozga ega bir qism mashhur shaxslarning materialistik fikr qarashlari qatorliqlar atizmlik tashviqotni yanada jalbkor holatga olib kelishning vositasi qilinmoqda. Yana bunga yondashib, fikr erkinligi niqobi ostida xudosizlashtirishning dastlabki qadami bo'lgan dinga doir mantiqsiz va ilmiylikka zid shubhalarni avam orasiga tashlash, ilm egalari ara o'rtaqlashish va munozara qilish keraklik masalalarni avam orasida gumoni tuyg'ular kuchaysin uchun yeyib tashlash ahvollarimi yuz bermoqda. Mana bu xil tashviqot va qaymoqtirish tusini olgan shubhi tug'diruvchi mavzular tabiiyki tafakkur teyiz, bilim asosi tuvan kishilarni o'ziga maftun qilsa, atizmlikni ixtiyor qilgan mashhurlarga ziyoda maftun bo'lishlar ro'shan holda taqlidchilikni va ruhiy taslimchilikni keltirib chiqaradi. Shunga bu xil turdagi taqlidchilik va ziyoda maftun bo'lishlar tabiiyla kishining farosat ko'zini etib tashlab, fitratning chaqirig'iga quloq solmas, uning haydashchiligini e'tirof qilmas holiga keladi. Hatto bu uni shunday holatga olib keladiki, uning nazarida moddiy mavjudiyati bo'lmagan hamma narsa yo'qning o'rnida bo'ladi. Kishilik axloqiy prinsiplar, odamiy qimmatlar uning uchun rioya qilishga arzimaydigan, qimmatsiz va arzimas bilinadigan bo'lib qoladi. Hatto u vujudida ruhning fitratdan iborat insoniy xoslikning bo'lishiga gumonsiraydigan, ishonmaydigan holga keladi. Ruhiy va aqliy jihatdagi tutqunlik insonni ana shunday fojialarga boshlab qolmasdan, uni yana vijdoniy jihatdan namorat va shafqatsiz bir jonivorga aylantirib qo'ydi. Mana bular taqlidchilikni fitratning tabiiy ehtiyojiga to'sqin omillar deyishimizdagi sabablardir. Yuqoriqilar davrimiz insonlarining tashqi faoliyatiga, ong saviyasiga va idrokiy quvvatiga ta'sir ko'rsatishi bir qadar kuchli bo'lgan, shundaqla fitrat bilan to'g'ri tafakkur o'tirisidagi bog'ni uzib tashlag'uchi, fitratning tajalli etishini to'sib, uni aktiv holatdan aktivsiz holatga keltiruvchi omillardir. Shuni eskartmay bo'lmaydi-ki, fitratning iymon, idrok, aqliy asos qatorliq xususiyatlarga ega ekanligi ilgari so'rilgan mazmunlarning hammasida uning yuqoridagi salbiy omillar ta'siriga uchirmagan chog'dagi sog'lom va suzuk holati maqsad qilingandir. Fitrat ana shu salbiy omillar ta'siridan salomat qolgan holatda har bir fitrat egasining Xudoni ixro qildiganligi muqarrar va shubhisizdir. 3. Talpinish va sig'inish tabiati. Qudratlik bir kuch tarafga intilish va uningga talpinish hissiyoti umum insonlardagi o'rtaq xarakter hisoblanadi. Mazkur xarakter amaliyotda fitratning Xudoning mavjudiyatining aqliy asos tikilishiga rol o'ynaydigan turkilarning biri. Fitrat quvvati uning tabiatini to'squchi tashqi muhit ta'siriga uchrash bilan ojizlab manganidek, sog'lom tarbiya, to'g'ri bilim ma'rifat va suzuk muhit qatorliq uni oziqlantiruvchi, yashartquchi omillar ta'sirida kuchayib va mukammallanib mangadi. Bu jihatdan fitrat go'yo supsuzuk aynakka o'xshaydi. Aynak faqat suzuk bo'lgandala qarshisidagini aynan ko'rsatib beralaydi. Navoda u asralmagan, qo'g'dalmagan, parvishlanmagan ahvolda uningga chang to'zon qo'nishi, dog' tushishi va barbara kengayib aynaklik rolini o'talmasligi aniq. Allohning mavjudiyatiga doir aqliy va ilmiy dalillarmi bir nuqtadan fitratni suzuk holatiga qaytarib kelguncha, yana bir nuqtadan uningga dog' qo'nishining oldini olg'uchi omillar jumlasidandir.
Fitratning mavjudiyatini isbotlag'uchi, shundaqla uning mavjudiyatining Allohning mavjudiyatining dalili ekanligini muayyanlashtiruvchi kuchli asoslardan biri insondagi yaratquchiga bo'lgan talpinish va uning sig'inish tabiatidir. Ma'lumki, inson hayoti turli shirin, go'zal aslamalarga ega. Shundaqla u talaylagan agri to'qayliqlar, davolg'ishlarni boshdan kechirdi. Bu bir jihatdan insonning bevosita ruhiy dunyosiga ta'sir ko'rsatadigan jarayonlar bo'lib, faqatla Xudoning mavjudiyatiga bo'lgan cho'nqur ishonchlar butkul hayotiy kechirmishlarni ma'niga, g'oyaga ega qiladi. İnsan hayatı bo'yicha qo'lga keltirishni arzu qiladigan haqiqiy xushalliq bo'lsin yoki eng qiyin paytlarda iltijo qiladigan va qutuldirishni kutadigan nijotkori bo'lsin, hammasi faqat va faqat fitratning Allohga yaqinlik izlash va uningga yetish, faqat uning bilan mukammallik tepishdek ehtiyojning inson faoliyatidagi har turli ifodalari deyishga bo'ladi. Xuddi Imom Ibn Qayyim al-Javziy aytgandek, inson qalbi shundoq bir parokandachilikka duchor bo'ladiki, uni faqat Allohga yuzlanish tartibga soladi. Uni shundoq bir dahshat qoplaydi-ki, faqat Xudoga tevinishlar uni rohatlatadi. Uningda shundoq bir dard bo'ladi-ki, faqat Allohni tunish va uningga samimiy bo'lishlar uning darmoni bo'ladi. U shundoq bir ikkilanishga mubtalo bo'ladi-ki, faqat Allohga bog'lanish va uningga sig'inish uni tinchlantiradi. Uningda shundoq bir hasrat yalqullaydi-ki, faqatla uningga Allohning amriga rozi bo'lish, hukmga itoat bildirish va Alloh huzuriga chiqqan qadar sabr taqat keltirish malham bo'ladi. Uningda shundoq bir bo'shliq borki, faqat Alloh sevgisi, Allohga bo'lgan sig'inish, zikri davom va samimiy ixloslar uning o'rnini to'ldiradi. U shundoq bir bo'shliqki, Allohdan boshqa dunyodagi hech narsa uning o'rnini to'ldira olmaydi. Bilish kerakki, fitrat eng qiyin mazgilda Xudoga yuzlanish bilan xususiyatlangan. Bu xususiyat inson eng og'ir kuniga qolgan, chiqish yo'li har tarafdan uning uchun etilgan chaqda o'ttirg'i chiqadigan bo'lib, bundoq paytda inson eng oxirgi umidi sifatida butun dehti bilan g'oyibona bir qudratli kuchni qutuldirishini, nijotlikqa erishtirishini iltijolik bilan arzulaydi. Bu xil holat nuqul musulmon qalb egallarida yuz bermasdan, balki chin ko'nglidan Xudodan iborat yaratquchining borligiga ishonadigan har qanday bir din va e'tiqod ahlida yuz berib turadi. Albatta, Xudoga ishongan har bir insonda nuqul atrofdan umid kesilgan ahvollarda emas, aksicha hayotidagi har ishida Xudoga bo'lgan sig'inish, uning muhofazatkorligidan, rahmatidan umidlanish holatlari kam bo'lmaydi. Ammo biz ko'zda tutayotgan masala fitratning o'rnini olishga uringan barliq narsalar insonni tashlab ketgan, faqat va faqat u bilan inson yolg'iz qolgan daqiqalarida uning birdilla inson tilida so'zga kelishi, eng pinhon chaqlarda ko'ngilning eng cho'nqur qatidan eng ulug' va yuksak bir qudratli kuchga sig'inib aytilgan iltijolarning chiqishidir. Bu hal mayli hayotiy Xudoga o'zini atab yashagan birida bo'lsin, yoki uningga tinib yashagan birida bo'lsin, yoki Xudoga qarshi jang e'lon qilib yashagan birida bo'lsin va yoki bir nechta tangriga tang ishinib yashagan birida bo'lsin o'xshash. Qur'on insondagi bu xil tabiatni bayon qilib bundoq deydi. İnsonga biroz ziyon zahmat yetsa, u Parvardigoriga yuzlangan holda duo qiladi. Ondan Alloh o'z fazlidan uningga ne'mat ato qilgan chaqda ilgari Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq qilgan duosini unutib ketadi. Yunus surasi 8-oyat. İnsonga biror musibat yetsa, bizga iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan keldi deydi. Ondaq emas, balki u bir sinoqdir. Lekin ularning ko'pinchisi buni bilmaydi. Zumar surasi 49-oyat. Allah sizlarni quruqlikda dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar o'zining halokat qo'rshavida qolganligiga ko'z yetib, "Ey Allah, agar sen bizni bundan qutqizsang, biz cho'qim sana shukr qiladik" deb chin ko'ngli bilan Allohga duo qiladi. Yunus surasi 22 va 23-oyatlar. Dengizda ularni tag'dak to'lqinlar urib olgan chaqda ular chin ko'nglidan Allohga iltijo qiladi. Luqman surasi 32-oyat. Ular kemaga chiqqan chaqda g'arq bo'lishdan qo'rqib, Allohga chin ixlos bilan iltijo qiladi. Alloh ularni amal eson quruqlikqa chiqargan chaqda bo'lsa, shu aman Allohga sherik keltirdi. Ankebut surasi 65-oyat. Imom Qurtubi mundaq deydi: Yuqorqi oyat insonlarning qiyin ahvolda qolgan chaqda Allohga qaytish bilan tabiatlanganligini ko'rsatdi. Bu oyatda yana shiddatli paytlarda Allohga iltijo qilguvchining barliq sabab choralardan umidini uzib, faqatla yegona Allohga iltijo qilganlik uchun, garchi u Xudoga tanigan biri bo'lgan taqdirdami, uning iltijosining qabul bo'lganligiga dalil bor.
Yuqorqi oyatlarda misol tariqasida dengiz sabri ko'proq tilga ilindi. Ma'lumki, qiyin paytlar insonni silkitadi. Ichki quvvatlarni uyg'otib, masalaga jismoniy va ruhiy jihatdan yuzlanishga qistaydi. Oyatda dengizning tilga ilinishi insonning qutulish va chora qilishga imkoni qat'iy bo'lmagan, faqat ashu shiddatli to'lqin va bo'ron chapqinning to'xtashiga chora qilguvchi kuchdan boshqa yo'l qolmagan bir ahvol uchun eng real bo'lgan misoldir. Darvaqa inson o'lim qalim tanlashida qolganda, hayoti qiyin xatarga duch kelganda uning bir qudratli kuchga sig'indiganligi bir amaliyot. Albatta, insonda Xudoni tonish fitrati mavjud deganlik, hamisha bu fitrat kuchli holatda turaveradi. Fitrat har minut va har lahzada insonga Xudoni yod ettirib turadi deganlikni ko'rsatmaydi. Bo'libmi, bu fitratning iymon va aqida bosqichiga kirmagan, faqatla insonda bor ruhiy quvvat holatidan halqamagan chaqida shundoq. Fitrat bu xil holatida go'yo uningdagi go'zallik, sevgi, mehr-shafqat, kuyinish, hisslashlıq qatorliqlarga o'xshash tabiiy quvvatlarning oshkora bo'lish payti kelish bilan tabiiy o'ttirga chiqqaniga o'xshash o'ttirga chiqadi. Masalan, xushaldarlik narsalarni ko'rganda uningdagi xushallik ifodalari o'ttirga chiqadi. Qayg'uga cho'mganda, biror xabar anglaganda bo'lsa, g'ashlik qaplash, ko'ngil yerim bo'lish tabiati o'ttirga chiqadi. Ana shuningdek, u biror hodisaga uchraganda, masalan, aeroplan bilan safar qilgan chaqda aeroplan havoga ko'tarilishi bilan uchish muvaffaqiyatli bo'lmaslik ifodalari ko'rilayotganda, pastga qo'nishda muvaffaqiyatli qo'nish qiyin bo'layotganda ifodalangan jiddiylik va buningga ergashib keladigan xatarlik oqibat qatorliq har an o'ngishli bo'lishi yoki bo'lmaslik ehtimolligiga ilinib qolgan xavfli daqiqalarda mana bu Allohga bo'lgan tevinish, madad tilash fitrati tez suratda oshkora bo'lishga boshlaydi. Shundaq minutlar bo'ladiki, hayotliq inson uchun eng aziz va qadrlik bo'lishiga qaramay, goh tabiiy shaklda, goh biror zulmatli qora qo'lning ta'sirida xatar ichida qoladi. Yoki u biror xato qarorning natijasi sababli hamma narsadan ayrilish xavfiga duch kelib, chorasiz, amalsiz qoladi. Shuhrat, boylik, mansab, kuch hammasi uning uchun asqatalmaydi. Sabab choralarni tugaydi. Qutulib ketishning barliq yo'llari etiladi. Nijotlikning jami darvozasi taqilib qoladi. Bundaq chaqda muqarrarki uni faqat birli tarafdan umid kutishga ichidan bir kuch undamay qolmaydi. U ana shu chaqda olamdan o'zining naqadar ojiz, naqadar chorasizligini tunib yetadi-da, o'zining dal aksicha koinotdagi har qanday kuch va sabablardan ustun turadigan qudratli bir nijotkorga qo'l so'zmay, uningga butun vujudi bilan iltijo qilmay qolmaydi. Nijotlikka erishishni chin ko'nglidan xohlaydi. İnsan ana shunday qattiq dahshat va chorasizlikdan ta'min etadigancha Xudoga sig'inishdan, uni tunishdan mahrum qo'ygan barliq kishilardan tabiiy bo'shanishga tirishadi. Ana shu chaqda uningga u tug'ilishi bilan tang uning ruhiyatida yer olgan suzuk fitratning ta'siri ko'rilishga boshlaydi. Tabiiy holda Xudoning qudratiga sig'inish, uning tarafidan bir chiqish yo'li kelib qolish umidi bo'ladi va buni ich-ichidan istaydi. Hatto ba'zan fitrat turkisida ixtiyorsiz Xudo deb tashlaydi. Har bir inson chin samimiyati bilan yuzlashadigan mana bu xil reallik fitratning mavjudligiga hamda uning Allohni tunish bilan xarakterlangan xos tabiatning amaliy obrazi bo'lib, buningga yana har bir insonning hayot sinoqlarida duch kelgan amaliy realliklarda his qilgan va shundoq bir daqiqalarda ko'ngliga kechgan xotirlar ham guvohdir. Tarixiy o'rnaklarni tilga oladigan bo'lsak, saltanat, kuch, mal-mulk qatorliq narsalarda ustunlik qozongan. Hatto ifodalab tugatkusiz oliy imtiyoz orqali hokimiyati ostidagilarga o'zini tangri qilib ko'rsatishga uringan Fir'avn buning eng tipik o'rnaklaridandir. Fir'avn Qur'on Karim bayonlariga ko'ra, "Men sizlarning eng ustun xudoyinglarman" deyish bilan Xudoga oshkora isyon qilgan va o'zini eng yuksak tangri deb jakarlagan. Uning ana shundoq Xudoga jang e'lon qilgan isyonkor bo'lishi va bu qadar mag'rur va kibrga petib ketishi natijasida uningga ko'rsatilgan tangrining haq ekanligiga doir moddiy va aqliy dalillarmi, hatto mo'jiza xarakterli faktlarmi kor qilmagan edi. Uningga yaratquchi Allohga qaytishga va bu xil isyonkorlikning xatarining dahshatli oqibat olib keladiganligiga doir ogohlantirish va haqiqatga qaytish chaqiriqlarini kor qilmagan edi. Fir'avn Musa alayhisalomning Bani Isroil qavmini uning zolim hokimiyati changiridan qutuldirib olib chiqib ketishiga, ularning hur insonlarga aylanib ketishiga chidamaydi va nihoyat Xudoga bo'lgan ashaddiy bo'yintovoqlik uni dengizga g'arq qilish bilan jazolanishni keltirib chiqardi. Ayni chaqda xatar oldida ko'rinib tursimi, Fir'avndagi xiris ularni dengizdan kesib o'tib ketishiga yo'l qo'ymagan, niyatini buzdirgan edi.
Oqibat qo'shuni bilan birga dengizga g'arq bo'lishdan iborat o'lim xavfiga duch keldi. U o'lishiga ko'zi yetgan, qutulishdan umidi kesilgan halqaloq daqiqalarda ko'ngildagini ixro qilib o'tdi. Qur'on mazkur tarixiy hodisa haqida bundoq deydi: Biz Isroil avlodini dengizdan o'tkazib atdik. Ularni Fir'avn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish uchun orqasidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon aytdimki, Isroil avlodi iymon aytgan Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Menmi musulmon bo'ldim dedi. Uningga deyildiki, hayot qilishdan umid o'zguningda amdi iymon aytmaysan demakchi. Sen ilgari haqiqatan Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilik qilganlardan eding. Darvaqa ilohiy nizomda buzgan, zulm orqali insoniy hurlikni changalida tutmoqchi bo'lgan, hatto insonlik tabiatdan halqib, ilohlik maqomini da'vo qilib, oshqullikqa yuz tutgan birining oxirgi lahzalarda keltirgan iqrori haqiqatan tan olish orqali nijotlikdan umidlanish bo'lgan edi. İnsanda ko'riladigan har turli salbiy ofatlarni o'zida yetildirgan bu tarixiy o'rnakning dengizda g'arq bo'lib halok bo'lganligi bir reallik bo'lganidek, uning kunimizga qadar tinib parishlanmagan holatda saqlanib, Misr poytaxtida bir muzeyda ko'rgazma bo'lib kelayotganligi bir amaliyot. Mana bu Qur'on Karim bundan 14 asr ilgari xabar bergan kelgusi reallikning amaliy ro'y berishidir. Qur'on Karim bu vaqtda bunday xabar berdi. Sening keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar haqiqatan bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Yunus surasi 92-oyat. Doktor Umar Al-Faruq Abdullah Fir'avnning shiddatli chog'da keltirgan iqrori haqida to'xtalib bundoq deydi. Fir'avn darvaqa bo'yintavlarning ashaddisi va Xudoning dushman tutquchilarining eng qabihlaridan bo'lishiga qaramay, g'arq bo'lish qaynamiga kirgan, o'limi hozir bo'lgan vaqtda Xudoga ishonishdan iborat har bir inson tabiatiga o'rinlashgan fitratning taqozzosini tilga keltirgan edi. Uning u joqda keltirgan shahodati umum insonlarda o'rtaq bo'lgan. Qattiq chorasizlik chekiga yetgan va ularning qalblaridan ularni tushib kelayotgan turli omillar chiqib ketgan chog'da ilojsiz holda tilga kiradigan shahodat edi. Bu yerda qandaqdir Fir'avnning shahodat keltirish orqali o'lim girdobiga tortib ketayotgan dengizdan o'zini qutuldirib olishni maqsad qilgan bo'lishi yoki uning o'zini kutib turayotgan qiyomatning dahshatli oqibatlaridan aman qolishni maqsad qilganligi muhim emas. Chunki Fir'avn har ikki ahvolda o'zini faqat Xudoning qutuldira oladiganligini biladi. Halbuki Fir'avnning iymoni uningga asqatmadi. Chunki u shahodat keltirilgan vaqtni xato tanlagan edi. Boshqa kun tushgan va chiqish yo'li qolmagan chaqda g'oyibona kuchga sig'inish, uningdan madadlanish inson tabiatining o'zlik tuyg'ularidir. Bu xil tuyg'ular ong saviyasi joyida kishilik hayotning issiq sovuqi bilan ozdir ko'pdir uchrashgan kishi uchun sharihlash hojatsiz bir ahvol. Shundaq ekan, fitratning qiyin sharoitda o'tirib chiqadiganligi va mushundaq bir tabiiy iqrorning intayin tabiiy natija ekanligi shubhisizdir. Buni yana tuvandagi tarixiy dialog g'oyat ro'shan gavdlantirib bergan. Davrning ilm-irfon namunasi bo'lib tanilgan Imom Ja'far Sodiq huzurida biri uningdan Xudoning mavjudligiga pokit so'raydi. Imom Ja'far bo'lsa, bu vaqtda tuvandagicha javob berdi. Sen dengizdagi dahshatni ko'rganmi? Eliq kishi, "Ha, ko'rgan." Imom Ja'far, "Men bir dengiz safariga chiqdim. G'oyat kuchli shamol yo'borlab keldi va kemani parchalab o'tdi. Kemachilar bo'lsa, suvga sho'ng'ib g'arq bo'lishdi. Shu chaqda men bir dona shalg'a esib olgan bo'lib, keyin u shaldan quruq qoldim. Shu chaqda birdilla arqa-arqa kuchayotgan to'lqin ta'sirida ittirilib qirg'oqqa chiqib qoldim. Ajaba sen shu chaqda kemidan, shamoldan va kemachilardan quruq qolsang, qutulib qolishni umid qilarmiding?" Eliq kishi aytdi. "Albatta qiladim." Imom Ja'far dedi. "Ajaba bu umidni kimdan kutgan bo'lading?" Eliq kishi savolga sukut qilganida Imom Ja'far mundaq deydi. "Ashu paytda sen umidlanayotgan madadkor va seni g'arq bo'lishdan qutqazg'uchi kuch dal seni yaratgan Xudodir." Shiddatli daqiqalarda fitratning Xudoga murojaat qilish tabiatiga ega ekanligi Qur'on suratlab o'tganidek eng chorasiz daqiqalarda sharoitning ig'ir yenikligiga qarab yuz berib turadigan holatlardir. Bu holat mayli u inson tilga keltirish orqali bo'lsin yoki dilida cho'nqur his etish yo'li bilan bo'lsin, hamon ma'lum tusda oshkor bo'ladi. Buning real amaliyatiga kelsak, bu faqat nuqul Fir'avn kabi Xudoga jang e'lon qilish bilan mashhur bo'lgan ibratlik tarixiy shaxslarda yuz berib to'xtagan emas, balki yana yangi zamon g'arb atizm ideyasining falsafaviy andizisini va nazariyaviy asosini yaratgan va yoki materializmlik ideyaning rivojlanishiga kuchli hissa qo'shgan mashhurlarning hayotida keng yer olgan. Doktor Abdurahmon Zunaydi bu haqda to'xtalib mundoq deydi. Darvaqa Xudoning mavjudiyati va uning yakka-yegonaligini e'tirof qilishda bir turkum kishilarning o'zini qochirib kelganligi va kelayotganligida shak yo'q. Ammo
bu o'zini qochirishlar Xudoni tunish fitratining shu shaxsning aqlidan va ruhidan butunlay o'chib ketganligidan derak bermaydi. Balki bu fitrat havoyi havas va boshqa sirtqi omillar ta'sirida uning ruhiyati ichiga bostirilib qolgandir. Hatto yuqoridagi ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'shagan vaqtlarda eng hakavur xudosizlardimi birdilla bu xil fitrat ifodalarining o'qchib chiqqan holatlarini uchratqili bo'ladi. Ehtimol mavjudiyatchilik nazariyasi faylasufi Jean-Paul Sartre va undan ilgari yashagan Henri Bergson qatorliq faylasuflarning o'lim bilan yuzlashgan daqiqalarida Tangriga ishonish qanoatiga qaytib kelganligidek hadislar bu nuqtani ta'kidlasa kerak. Mazkur masalada yuqorqi naqlda tilga ilinganlardan bo'libmi xudosizlik ideyasi yo'g'rilgan mavjudiyatchilik falsafa nazariyasi asoschilaridan Sartre amaliy o'rnaklardandir. Sartre insonning tangri oldida mas'uliyati bo'lish kerak emasligi, yaxshilik, adolat, haqiqat qatorliq qimmatlarga o'lcham to'xtatquchining tangri bo'lmasdan insonning o'zi ekanligini o'ttirg'a qo'ygan bir ateist bo'lishiga qaramay, umrining oxirgi daqiqalarida o'zining xudosizlik ideyasiga qayta qarab chiqish kerakligini his qilgan. U o'limidan ilgirgi e'tiroflarida shundoq deydi: "Men o'zimni koinotda tasaddubiy maydonga kelib qolgan bir dovut tuproq emasligimni his qilib yetmoqdaman. Balki men o'zimni hisob kitobi aniq, kelishim oldin puturib bo'lgan va ma'lum maqsad uchun keltirilgan biri deb qaramoqdaman. Men faqat o'zimni farosatli bir tangri tarafidan yaralgan bir mavjudlik deb qarayman. Gerçi bu mening ilgirgi nurg'un qarashlarim bilan ziddiyatlashib tursimi, ammo keyingi qanoatim pat-pat ko'z oldimda suv yuziga laylab chiqqandek paydo bo'ladi. Mana bu ideya meni bundan ilgirgi falsafaviy ideyam haqida qayta qarab chiqishim kerakligiga zo'rlamoqda. Henri Bergsonni olib aytsak, u mutlaq qudratga ega mukammal bir tangrining borligiga zid keladigan falsafaviy qarashlarni o'ttirg'a qo'ygan. Ta'siri kuchli faylasuf bo'lishiga qaramay, umrining oxirgi daqiqalarida diniy mavqega qaytganligi, jinozasida o'ziga oxiratlik uchun duo qilib qo'yadigan popning bo'lishini orzu qilganligi ma'lum. Falsafa tarixchisi doktor Yusuf Karam bu xil hodisaga bergan muloyisida bunday deydi: Qanday qilib Bergsondek bir faylasufning aqliga katolik aqidasi bilan uning o'zgarib turish va shakllashish falsafasi bir araga kelib qoldi? Buni bilmaymiz. Ammo shuni aniq bilamizki, bu olamdan ayrilishdan avvalgi yuz beradigan dahshatli daqiqalarda falsafani Xudoga yuzlanish bilan solishtirgan vaqtda falsafa u bir hech nima. Faylasuf Voltaire o'limidan 3 oy ilgari ig'ir ruhiy buruqtirmalikqa giribdor bo'ladi. Hamrohlari uning o'limining har qanday birining o'limidan echinishli bo'lganligini tan olishgan. Uning yana keyingi vaqtlarda bir popni chaqirib, o'zining Xudoga qaytish niyati borligini aytganligi va xudosizlikdan qaytganligiga dair bir parcha iqrornoma yozganligi qayd qilindi. Hatto bu hol bir turkum adizmchilarning diqqatini tortgan bo'lib, ular Voltaire'ning atrofini o'rib olganida Voltaire'ning ularni qaytib ketishga buyurib, ularga o'zini aromida qo'yishni aytganligi tilga ilinadi. Ayni davr Britaniya ateistlar jamiyati raisi Francis Newportning o'lim ko'rpisida tuvandikilarni so'zlab hayotini oxirlashtirganligi ma'lum. U mundaq degan: "Men Xudoning borligini bilgan edim. Mana men shu tab uning huzuriga ketmoqdaman. Uning borligini bilganimdek, do'zaxning borligini bilaman. Chunki men bu yerda oladigan nasibamni alitdan his qilib turibdiman. Men Tangriga ahonat qilib yashadim. Samimiyatimga qarshi xudosizlar safiga qo'shildim. Yurakim takror va takror siqilayotganiga qaramay, xudosizlik yo'lida ching turdim. Abadiylik halokatga mahkum turib, qayerga boray? Xudoni o'zimga dushman tutdim. Amdilikda menga hech kimdan madad kelmaydi." Yuqorqilardan boshqa yana sobiq Sovet ittifoqi davrida Markaziy komitet diniy taqibchilar hay'atiga boshchilik qilgan va o'z davrining Stalin mukofotiga erishgan rossiyalik siyosiy rahbar va mashhur yozuvchisi Yamilayin Yaroslavskiyning sakratida ig'ir ruhiy davolg'ishni boshdan o'tkazganligi va Stalin oldida jon berib o'tib, kitoblarimga o't qo'yib o'tinglar. Ana qaranglar, yomon oqibat meni kutmoqda. Asarlarimni ko'ydirib tashlanglar deb nol qilganligi qayd qilingan. Shundoq, o'lim xavfi xavflar ichida jiddiyligi eng yuqori, beparvolikqa yo'l qoldirmaydigan xavflarning biri. Ba'zida u insonning ko'nglida pinhon yotgan sirlarni tortib olib chiqish qudratiga ega. Xavf vaqti insonga uning nima bilan tabiatlanganligini degizadigan, mundaqcha aytganda, rost so'zni aytqizadigan turtkidir. Allohni iqror qilish va uningdan madad kutish mana shunday xavflik oqibat ta'sirida yoshirinlikdan oshkorlikqa o'tadi. Albatta, bu bir qism atizmchilar da'vo qilganidek insondagi Xudoga ishonish va uning sig'inish tabiatining tashqi dunyo havodislaridan va yoki o'limdan qo'rqishning mahsuli ekanligini ko'rsatib bermaydi. Balki bu xuddi go'zallik, adolat, sadoqat, xushallik,
qayg'u, so'ygu va nafrat qatorliq xuluq tabiatlariga o'xshash alohida tabiatlardan bo'lib, Allohga sig'inish tabiati uning oshkorlik holatiga o'tishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar kuchayganda, shart-sharoitlar maydonga kelganda, istihiyalik holda kerakli natija berish bilan o'ttirg'a chiqadi. Tangriga ishonish fitrati mohiyatda ana shundoq inson qalbining cho'nqur qatidan sug'urilib chiqqan tabiiy xarakterining real tusga kirishidir. Shunga insonning mushug'ul ahvollarda Xudoga yuzlanish tabiatining oshkorliqqa o'tishini tabiat hodislaridan kelib chiqqan qo'rqish va tasalli izlashga ishoratlash, din va u o'z ichiga olgan yaratquchining qudratiga ishonish hamda uningga sig'inishdek normal tabiatni nuqul xavfni tinchlantirishning mahsuli qilib ko'rsatmoqchi bo'lish va uni go'yo tinchlantirish dorisi qilib ko'rsatishga urinish bir turlik inson tabiatini tushunishdagi tezlik va yuzakiylikdan boshqa narsa emas. İnsanның bu xil tabiiy xarakterini ana shundoq yuzakilashtirib o'tish mohiyatda atizmlik dunyo qarashining insonga bo'lgan tunishining naqadar oddiy va tez ekanligini ko'rsatib beradi. Kuzatish jihatdanmi buning masalani to'g'ri nuqtadan kuzatmaslik ekanligi ma'lum. Shunga bu nuqtada tabiiy xarakterning qo'zg'alishiga ta'sir ko'rsatuvchi vosita bilan ana shu vositaning kelish manbasi o'ttirisidagi munosabatni farqlantirish bakmo zarur. Munosabatlik yana bir nuqta shuki, bu xil o'lim dahshatiga kelgan ishonish garchi diniy nuqtadan egisiga asqatib ketmasimi, ammo bu xil Tangriga ishonish yo'lini tanlovchilarning majburlikdan emas, balki jini tinida bor va o'z irodasi asosida ekanligini ta'kidlamay bo'lmaydi. Ya'ni fitratning ta'sirining insonni Tangriga murojaat qilish quvvati nuqtasidan va chorasiz qilganda ixro qilganlik tarafidan majburlik tusi bordek ko'rinsimi, ammo buni o'z e'tirofi va qanoati sifatida ifodalaganligi hamda buni qanoat asosida o'z engida o'rnatganlik nuqtasidan u yanada erkin irodasi va tanlashi bilan ixro qilgan, e'tirof qilgan bo'ladi. Buning jonliq pakiti bo'lsa, o'lim dahshatidami o'zining xudosizlik ideyasi haqida biror mulohaza aytmasdan o'zining erkin tanlashi bilan dinsiz va imonsiz o'lib ketganlarning bo'lganligidir. Doktor Amir Sharif Sarterning hayotining oxirgi mezgildagi so'zlariga qarata ilova qilib bunday deydi. Faylasuf Sarterning atizmlikni da'vo qilishida ruhiy jihatdan uning shundoq bir holatga kelishiga turtki bo'lg'uchi omillar ariq ko'rinish bo'lgan. Ahvol shundoq bo'lishiga qaramay, uning oxirgi umrdagi tanlashi uning erkin irodasi asosidagi tanlash ekanligini isbotlab berdi. Ba'zilar Sarterning keyingi mavqesini uning erkin iroda asosidagi tanlashi deb ifodalashni rad qiladi. Amaliyotda bu inglizlarning urushda Xandak qapsalganlardan xudosiz chiqmas degan maqol tamsilining dal o'zi bo'lib, bu yana Qur'on Karim oyatlarida misol qilingan mavqedir. Allah sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xushallanayotgan chaqda birdili bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar o'zining halokat qurshovida qolganligiga ko'z yetib, "Ey Alloh, agar sen bizni bundan qutqizsang, biz cho'qim senga shukr qilatdik" deb chin ko'ngli bilan Allohga duo qiladi. Yunus surasi 22 va 23 oyatlar. Dengizda ularni tog'dak to'lqinlar urib olgan chaqda ular chin ko'nglidan Allohga iltijo qiladi. Luqman surasi 32 oyat. Garchi biz o'lim bilan yuzlashishning insonni ilohga ishonishga undaydiganligiga qatilsaqmi, bu asla ashu tanlashning erkin irodaga tayangan bo'lishini chetga qoqmaydi. Buning pakiti bo'lsa, yana nurg'un xudosizlarning ateist holatida o'lganligi va tarixning ular haqida ularning maydon o'zgartganliklari to'g'riliq biror uchurnimi tilga olmaganligidir. Yuqorqi bayonlar bizga fitratning inson tabiati bilan birikkan, hatto u butunlay ta'sirini yo'qotish girdobiga borgandimi, uning iznalarining inson ruhiyatidan butunlay o'chib ketmaydiganligini ko'rsatib beradi. Shundaqla bu bizga fitratdan iborat insonning ma'naviy o'lini, uning yurak bag'rining eng cho'nqur qatlariga qadar yildiz tortqizgan hamda o'sha bu o'lni bo'ylagan asosda o'zini tunishga vasila bo'lishini iroda qilgan bir qudratli kuchning borligini uqtirib beradi. Xulosa, ko'rib o'tganimizdek, fitrat dalili Allohning mavjudiyatini muqarrarlashtirishda intayin real va amaliy haqiqatlarni o'zida mujassamlagan dalildir. Biz yuqorida fitratning Allohga yetaklaydiganligini, o'z navbatida uning mavjudiyatining Allohning mavjudiyatini manba qiladiganligini belgilik pakit va dalillar asosida izohlab o'tdik. Izohlash jarayonida fitratdan iborat bu javharning inson ruhiyatini naqadar yo'rtilganligini, uning yo'qolishi bo'lsa, insonlik uchun naqadar ig'ir yo'qotish bo'lganligini tarixiy va ilmiy yakunlar asosida tushuntirishga urindik.
Shundoq jazmlashtirolmaymizki, hayotni ma'niga, g'oyaga ega qilish, shundoqla dunyo hayotining ahamiyatini tunish hamda bu hayotning inson uchun bir o'tkinchi bo'lishidagi hikmatni tunib yetish va bu karvon misoli o'tkinchi hayotning manzilgohiga qanday qilib uvilishish ana shu sap va suzuk holatidagi fitratning tabiiy tanlashi, moyillik obyekti va tutunish halqasi bilan zich munosabatlidir. O'z tabiatini tunigan o'zining nimaga ehtiyojli ekanligini tunib yetadi. Dalil isbotlar shuni kuchlantiradiki, inson vujudida haqiqatan uni moddiy va jismoniy ehtiyojidan halqitib, tabiat sirtidagi tangdoshsiz qudrat egasi tomon undaydigan tabiiy ehtiyoj bor. Fitrat ana shu ehtiyoj manbasidir. U insonga Xudoni ilhom qilish, uni to'g'ri manbaga undash va bu orqali uni ruhiy amillikka erishtirish jihatlarida katalizatorlik roliga ega. Aql o'zining tabiiy iqtidori asosida Allohning mavjudiyatini dalillagan, ilm-fan buni o'zining ilmiy haqiqatlari asosida quvvatlagan bo'lsa, fitratmi Allohning mavjudiyatiga doir qanoat va ishonch bag'ishlovchi tabiati bilan Allohning borlig'ini kuchli asos bilan quvvatlaydi. Buning ma'nosi shuki, haqiqatni bilishda samimiy bo'lganlar uchun Xudoning borlig'i g'oyat ro'shan va oshkordir. Samimiyatingizda bo'ladigan, mayli siz uni o'z aqliy tafakkuringiz orqali topmoqchi bo'ling yoki uni ko'klardan izlab topmoqchi bo'ling va yoki siz uni o'zingizdan, ruhiyatingizning eng ichki, qalbingizning eng chunqur qatlaridan topmoqchi bo'ling. Uning mavjudligiga doir Alloh bormi degan savolingizga har qachon Alloh bor degan keskin javob bilan yakunlanmay qolmaydi.